Assalomu alaykum birodarlar. Mana stanogimizni egalariga beradigan jarayonlar, vaqtlar bo'ldi. Hozir mana mashinalari keldi. Xudo xohlasa mana shuni ekonom variantimizni yuklab beramiz egalariga inshaalloh. Mana kunduzi ko'raylik, chiroyli ko'rinyapti mana bir chiroyli. Bunisi o'sha baquvvat versiya 14.000 dollarligi. Ma'munisi bu ham zo'r chiqdi, ideal chiqdi. Hech qanaqa undan kam xizmat qilmaydi. Bu 11.000 dollar bu komplekti. Bir xil zapchast ketgan. Faqat shu profillarida, o'sha uni ustunlarida bu 50lik, nargi 70lik. Ana shu joylarda ozgina ekonom qilganmiz. Chevelerlarda ozgina. Misol uchun mana shu 16 bo'lsa, uniki 18 bo'ladi. Mana sifat ideal, вообще udar. Mana. O'ta puxta pishiqlik bilan qilingan. Biznikida keyin Xitoynikida bo'lmagan narsa bor. Razmer ограничение degan narsa bor mana. Razmerga keladi, bundan o'ta olmaydi aqi. O'tmaydi. O'shanga razmerlar to'shni chiqadi. Keyin mana bu turbasini ham juda ham uzun qilganmiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Mana narsa juda ham uzun. 30 santimetrdan balandroq. Boringki 30 deb hisoblayvering. Kitayskilar mana yerda tugaydi. Mana shu yerda. Buni uzun qilishimizning sababi o'sha nargi tomon bilan bu tomonni teng tushishi va razmerlari yo'qolmasligiga mana shu katta yordami bor. Shunga mana shuni shunaqa qilganmiz. Shopir aka, nega kiring oshxonaga choy qilib qo'ygan. Nonushtangizni qilib oling. Mana. O'sha o'rtadagi ishga kirasiz. Mana. Reduktorlar ham mana rossiyskiy reduktorlardan qilingan. Zanjirlari o'ta baquvvat. Bu bir krug ishlab charchab kelsa ham qaytib zanjirni qo'yib beramiz, yana dalshi yana bir krugga aylanib ketaveradi ishlab. Shunaqangi darajada mustahkam, baquvvat. Xo'sh. Mana hamma joyini ko'raveringlar mana. Mana mishalkasi 1200 talik. Bu ham qalin, mana. Qalinligini ko'ring. Tagidagi reduktorlari traktorniki mana. Traktor reduktordan qilingan. Ertaga mabodo buzilsa, tish ketsa, bozorda tiqilib yotibdi. Buni olib shuni qo'ysanglar, ko'linglar, cho'ntaginglar ham og'rimaydi, achishmaydi. Bemalol olib qo'yaverasizlar tishini. Buni bistrasiyomni qilib qo'yganmiz, tez yechilib, tez qo'yiladigan qilganmiz. Zo'r xullas. Xo'p, keyin mana joylari ham o'sha Xitoynikidan o'ta yog'on. Mana turbani ko'ryapsizlar-a mana 159. Juda ham yog'on qilganmiz, pachimnigi ham juda ham baquvvat, katta. Keyin Mahmudga mana tovotnisida qo'yib qo'yganmiz moylashga. Moylayveriladi. Ichida salliklari ham bor. Qo'l uchida qilinmagan bu narsani. Shuna qilib, ertaga siyomni qilib, buni pachimniga ursa, almashadigan qilib, yechiladigan qilib qilganmiz. Ma'muli motori 11 kilovat mana 1000 obrot. Baquvvatidan qo'yib berganmiz mana, charchamasdan, qizimasdan ishlayveradi. Bunisi ham xuddi shunaqa. 14 likka ham xuddi shu meshalka va xuddi shu lenta. Bularda biz ekonom qilmaganmiz. Faqat stanokda ozgina farqi bor xolos. Tamom. Motorlar ham bir xil mana. Motorlar bir xil qo'yilgan. Bunkerlari ham bir xil. Faqat shu profilda, ustunlarida, vibratorlarida shu ozgina ekonom bo'lgan xolos. Mana. Buniki mana. Sifat o'ta yuqori. Mashinaning kraskasidan sepiladi. Oddiy kraska emas. Mana pult upravleniyalari. Hammasini yozib qo'yganmiz mamnun qilib mana. Yana bitta qo'shimcha aytib ketay, pultni full pozitsiya stanogimizni pulti bu. Ertaga mabodo pardon podachasini o'zimiz qilib olamiz deysa, ulab qo'ysa ishlayveradi.
oldiga mamdo tilidan qo'yamiz desam, mana bu yerda olib turadigani bor-ku, pachemniklik. Uni ham ulab qo'ysa bo'laveradi. Ashuni o'ylab ketganmiz. Ishlayveradi, ashuna qilsa ham full pozitsiyaga aylanadi shunda. Mana do'stlar. Mana chiqqan ishlari. Mana. O'ta ham chiroyli, o'ta ham go'zal. Razmerlar cho'tki chiqqan. Mana bu kecha tegib ketib bir kishi yangiligida sindirib qo'ydi. Hozir bu qotgan mana. Yangi chiqqan qish. Kecha chiquvdi. Klientimizga surpriz qilib, bitta mana qishni qo'shib berganmiz. Ertaga xursand bo'lsin, maza qilsin. Bo'lmasam ikkita tumba qilib bersa bo'laverardi. O'rtada joy bor ekan, qo'shimcha qilib qo'yaverdik. Bizdan podarka.